yo'lida mamlakatimizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, siz kabi minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'llanma olmoqdalar. Aziz o'g'il qizlarim, sizlar jonajon vatanimiz shonli tarixining bir qismi. O'z madaniyati va an'analarini asrlar davomida asrab-avaylab kelayotgan buyuk xalqning dilbandlari, yangi O'zbekistonning umidi va tayanchi hisoblanasiz. Yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. Davlatimizning ertangi taqdiri, uning ravnaqi va taraqqiyoti sizlarning qo'lingizda. Hech qachon orzu qilishdan to'xtamang. Katta maqsadlar yo'lida imkoniyatlaringizni sinab ko'rishdan, bu yo'lda xato qilish va ulardan saboq olishdan hech qachon qo'rqmang. Chunki xalqimiz sizlarga katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, ishtiyoqingiz va kuchingiz nafaqat O'zbekistonni, balki butun dunyoni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham o'z oldingizga qo'ygan ezgu maqsadingizdan ortga chekinmang. Endilikda siz ana shu buyuk ajdodlarimizning chinakam davomchilari bo'lgan qalbi qaynoq yoshlarimizning yuksak ma'naviy va intellektual salohiyati, ularning dunyoni lol qoldiruvchi yutuqlari bilan ham faxrlanishga haqlimiz. Hech shubhasiz, hayotda yuksak natijalarga erishish uchun tinimsiz harakat, shijoat va jasorat talab etiladi. Sizlarning chuqur bilim olish, zamonaviy kasb-hunarlarni o'rganish orqali vatanimizga munosib farzandlar bo'lib yetishishingiz va uning taqdiri uchun mas'uliyatni zimmangizga olishingizga ishonaman. Sizlarga ishonch bildirib qoluvchi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.